Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Siz salomat bo'ling ko'rsatuvining yangi sonini tomosha qilyapsiz. Avvalgi ko'rsatuvimiz efirga uzatilgandan so'ng yurtdoshlarimizda katta qiziqish uyg'otdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Sababi klinikani operatorlarining aytishlaricha, bir kunda yuzlab qo'ng'iroqlar bo'lib, ko'rsatuv ularga ma'qul kelganini va bu galgi ko'rsatuvimiz orqali kasalliklar haqida batafsilroq ma'lumot berishimizni iltimos qilganlar. Shu maqsadda biz Mono shifo klinikasiga tashrif buyurdik. Qadrli teletomoshabinlar, sizning savollaringizga batafsil javob olish maqsadida Omon Hajayevning shogirdlari Jo'rabek Erkinovichga murojaat qilamiz. Assalomu alaykum. Bugun ko'pchilik yurtdoshlarimizni qiziqtirayotgan bir savolni taqdim etamiz. Ya'ni bo'yin grijalari nimasi bilan xavfli va ularning asoratlari haqida ma'lumot berishingizni so'raymiz, marhamat. Darhaqiqat bugungi kundagi disk cho'ralari dolzarb muammo. Shu jumladan bo'yinda uchraydigan disk cho'ralari ham o'z dolzarbligini saqlab kelmoqda. Birinchi o'rinda bo'yin umurtqalarining anatomiyasi bilan ma'lumot beradigan bo'lsak, odamda 31 dan 33 tagacha umurtqa suyaklari tanasi birlashib, yaxlit umurtqa pog'onasini hosil qiladi. Mana shu umurtqa pog'onasi aynan tanasi bilan birlashgan qismidagina umurtqalar orasida disk bo'ladi. Umurtqada ma'lum bir mayda bo'g'imchalar ham bor, bu umurtqa ravoqlari orasida hosil bo'ladi. Demak, mana shu bizga eng muhimi bu umurtqa, demak, tanasini bir-biri bilan bog'lab turadigan umurtqalararo disk. Biz deb gapirayotgan, demak, churra, bu kasallik holatiga o'tsa biz uni churra deymiz. O'zi aslida disk bu sog'lom, bizga kerak bo'lgan bo'lagimiz. Bu disk umurtqa orasida amortizatorlik xususiyatini bajarib, har bir umurtqalarni egiluvchanligini, qayishqoqligini, burama harakatlarini, masalan, umurtqa pog'onasining eng aktivni harakat qiladigan qismi bu bo'yin soha. Mana shu elastikligini ta'minlab turadigan disk. Bo'yin sohasida 7 ta umurtqa o'zini ismi bilan bo'yin umurtqalari deb aytiladi. Demak, mana shu 7 ta umurtqalarni faqat bittasida umurtqa tanasi yo'q, uni faqat ravoq qismi bor. Shu uchun birinchi va ikkinchi bo'yin umurtqasi orasida umurtqa orasidagi disk yo'q. Grija bo'lmaydi u yerda hech qachon. Faqatgina umurtqa boshlanishi ikkinchi bo'yin umurtqasidan to 7-chi bo'yin umurtqasigacha bo'lgan segmentda churra paydo bo'lishi mumkin. Bu orqa miya bizda umuman nerv sistemasining periferik qismi hisoblanadi va mana shu umurtqalar aro teshikdan majnuntolga o'xshab nerv ildizlari chiqadi. Bo'yin sohasida mana shu umurtqa kanali diametri o'lchamini olsak, ko'krak, bel sohasiga 3 xil razmerda bo'ladi. Misol uchun shu uchun ham e'tibor qilsalaringiz, 3 millimetrlik grija bel sohasida aniqlansa, uni hech qachon grija demaydi, disk protruziyasi deydi. Lekin bo'yin qismida 2,5 undan katta o'lchamdagi hosilalar aniqlansa, sirazi grija deb yozadi. Nima uchun? Sababi mana shu miyani ichki diametri, ya'ni orqa miyani kanali, bo'yin, ko'krak, bel sohasida ichki diametri bir xil emas. 3 millimetr va undan katta bo'lgan churralar bo'yin uchun xavfli hisoblana boshlanadi. Biz bel sohasi uchun 6 millimetrgacha, bo'yin sohasi uchun 4 millimetrgacha disk churralari bilan bemor kelsa kafolatli davolaymiz. Buni bekorga aytmaymiz. Sababi, demak, yirik o'lchamli churralar bo'yin uchun xavflilik tomoni ko'proq. Yana ikkinchi masala, nerv ko'proq zararlanganda qo'llarda quvvatsizlik, mana ba'zi opalar, onaxonlar qo'lni harakat qilganda hatto ro'mollarni boylashga, kiyimlar kiyishga qiynalib qolishadi. Ba'zi holatlarda mana shu bo'yin grijasi xavfli asoratlaridan mushaklar atrofiyasi, qo'l ozishgacha borishi mumkin. Oyoqlardan ham quvvatsizlik paydo bo'lib, parezlar paydo qilishi mumkin. Endi bu nogironlikka yetish xavfi baland. Shunday holatlarda biz baribir bo'yin grijasi o'lchami katta bo'lgan taqdirda ham darrov jarrohlik amaliyotiga rozi bo'lmasdan, uni avvalambor jarrohlik amaliyotsiz tabiiy usulda davolanish kerak. Bizning klinikamizda ham mana shu bo'yin sohasi bilan juda ko'p joylarda davolangan, bosh miya uchun nevrologik davo muolajalarini olgan, lekin vaqtincha davolanib, yana shu narsa takrorlanadigan, shunaqa shikoyat bilan ko'pchilik bemorlar kelishadi. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Rahmatulloh Najmiddin Sayfiddinov, Tojikiston Dushanbedan. Ko'p yildan beri tizam og'ridi. Artrit ekan, 3-stepen ekan, kecha nimada MRT qildik. Ko'p davolandim. Bu tashxis endi qo'yildi. Avvaldan ham bor edi va eski tashxislarim ham bor edi, lekin ko'p klinikalar davoladi, natijasi bo'lmadi endi. Shifo tovush umidida keldim, kecha keldim. Demak, bo'yningiz ham sizni bezovta qiladi, shunaqa? Bo'ynimda ham bor ekan nimasi. Kecha keldim, endi kecha MRT qildik. Mana kecha bir kunligini oldim. Ancha oyog'im his qildi уже, yaxshi. Demak, og'riqlar kamaydi. Og'riqlar kamaydi. Mana 3 vaqt istiqomat berar ekan. Lecheniya mana doktor, muhtaram doktor qilyaptilar.
inshaalloh yana shifo topamiz degan umiddamiz. Xudo xohlasa. Qo'llaringizni ko'targaningizda ham harakatlarida qiyin. Qo'llarim mana unda bo'lmay qolgandi, qo'llarim uncha hali yaxshi bo'lib qoldi, ancha yaxshi bo'lib. Bir kunda? Hech sirazi his qildim-da yani. Salomat bo'ling. Bemorimiz bizga qo'shni Tojikiston Respublikasidan mana shu shikoyatlar bilan murojaat qilib keldilar. Haqiqatda bemorimizni ko'rganimizda faqatgina bu bitta muammomizda bularda. Umurtqa pog'onasi hamda bo'g'im muammolari bilan shikoyatlari asosan. Demak, biz tekshirib ko'rganimizda ikkala tizza bo'g'imida ham 3-bosqichdan endi o'tyapti. Sekin bo'g'im osteoartrozi, tizza bo'g'imi. Ko'pchilik holatlarda buni operatsiya, jarrohlik amaliyoti taklif qilishadi. Lekin bemorimiz o'zi jarrohlik amaliyotisiz davolanish tarafdori. Mana o'zlari ko'rinishlaridan baquvvat ko'z tegmasin, lekin qo'ldagi mushak kuchi unaqa emas. Ushlab turing, qattiq ushlang. Hop, ushlay olmayaptilar mana. Ushlang, ko'tarishga harakat. Og'riydi. Qo'ymayapti. Bo'yin harakatlari yaxshimi? Bo'yin harakati. Mana. Bo'yinni. Mana chegaralarga e'tibor qilinglar, bo'yin qimirlamaydi boshqa. Chegarlaydi. Teskarisiga. Mana. Tana ketib qolyapti gavda bilan. Xo'p, hozir mana shu yelkalaringizga qo'lga kuch berishga, shu og'riqlarga ishlaymiz. Yuqoriga ko'tarishingiz, chaqqon. Boshni orqasiga yetishingiz. Orqadanchi? Orqadan ham bemorlar boryaptimi? Yo'q, kamtar bor endi orqada. Bugun o'tang. Bo'yin harakatlarichi? Bo'yin harakatlari yaxshi bo'lib qoldi, tumqillar bor. Chapga o'ngga burashi ancha qimirlab qoldi. Ancha qimirlab. Qo'lingizni kuchini ko'raylikchi. Men qo'lingizni pastga bosaman, ko'tarish kerak ekan. Ko'tarish kerak ekan. Har holda mana qarshilik ko'rsatib qo'lingizni. Yengillik sezdingiz? Yengillik sezdim. Endi mana shu zarbali to'lqinli terapiya muolajasini har 3 kunda 72 soatda bir marta ruxsat beramiz qabul qilishga. Jami 10 marta olish kerak. O'zbekiston Respublikasi xususiy tibbiyot tizimi rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Umurtqa pog'onasi disk churrasini jarrohlik amaliyotsiz davolash uslublarini O'zbekistonda amaliyotga tatbiq etgan. Tayanch harakat tizimi kasalliklarini zamonaviy va xalq tabobati uslublarini uyg'unlashtirib, davo uslublarini ommalashtirgan. O'zbekiston Respublikasi tibbiyotiga birinchi bor zarbali to'lqinli terapiya uslubini qo'llagan va tatbiq etgan. Xalq hurmatiga sazovor bo'lgan olim. Tibbiyot fanlari nomzodi Omon Xo'jayev boshlagan va rivojlantirgan davo uslublari Omon Xo'jayev barpo etgan Monada Omon klinikasida davom ettirilmoqda. Klinikada Omon Xo'jayevning ishonchini qozongan shogirdlari sidqidildan ustozning ishini davom ettirishmoqda. Monada Omon shifo klinikasida bo'yin sohasidagi 4 mm gacha, bel sohasidagi 6 mm gacha bo'lgan disk grijalari, birinchi va ikkinchi darajali tizza son bo'g'im artrozlari, shuningdek bosh, bo'yin, yelka, ko'krak, bel, qo'l oyoqlardagi og'riqlarni operatsiyalarsiz, kimyoviy dorilarsiz, Shvetsariya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada ishlab chiqarilgan zamonaviy apparatlar va tabiiy malhamlar bilan davolanadi. To'liq ma'lumot uchun YouTube'dagi Monada Omon kanalimizga kiring. Tugmachani bosib, a'zo bo'lishni unutmang. Yapon olimlarining bir gaplari bor. Yoshlik keksalikni ta'minlash uchun beriladi. Yoshimiz ulg'ayganda sog', salomat va baxtli yashashimiz uchun yoshlikda bizga berilgan imkon, salomatlikning qadriga yetmog'imiz lozim. Aziz teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz orqali sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni taqdim eta olgan bo'lsak, bundan benihoya mamnunmiz. Agarda sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Biz esa sizning savollaringizdan kelib chiqqan holda keyingi ko'rsatuvimizni tayyorlashga harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.